أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل قبل الصلاة. namozdan ilgari qilish kerak bo'lgan ishlar va yasittu faraid. Namozdan ilgari qiladigan ishlar 6 farzdan iborat. Farzlarni sansak, muhim ishlardan 6si bor. Taharatul badani minan najasatayn. Badanning ikki turlik najosatdan pok bo'lishi. Najosatayn ya'ni al-haqiqiyya val ma'naviyya. Hukmiyya yoki haqiqiyya. Masalan, hukmiyani biz badanda hech qanday maynachilik bo'lmasa-mu, junub bo'lib qolgan bo'lsa, junub bo'lmasa-mu, tarat olmagan bo'lsa, hukmiy bo'ldi, shunami? Hamda badanda yuqib qolgan bir maynachilik bo'lsa, najos haqiqiy bo'ldi. Va taharatut thawb, va kiyimning pokizligi, kiyimi pokiz bo'lish kerak. Va taharatul makan, o'rinmi pokiz bo'lish kerak. Undaqki uch narsa olimlarning ijmo bilan namozdan ilgari qilish kerak bo'lgan farzlar. Taharatul al-badan va thawb val makan. Uchi. To'rtinchisi va satrul awra, avratni o'rgash, va istiqbalul qibla, qiblaga yuzlanish va niyat qilish. Ya'ni ko'ngilda niyat qilish demakchi. Amma taharatul badani, unda bir-birlab kelsak, badanning pokizligi bu bir farz. فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه. Juydigan joylarni yuvmag'icha Alloh taolo bandaning namozini qabul qilmaydi. At-tahur mishada al-ma al-mutahhir. Tahur tavlan, zivar bilan desak suv degan bo'ldi. Tash bilan tuhur desak tahorat degan ma'no bo'ldi. Hatta yada'a at-tahura mawadi'ahu, yani hatta yaghsila a'da al-wudu demakchi. Farzna oyatning illa olmasan vojibdan. Yo'q, endi mushuni, farz degan mushuni aslini ba'zi ulamolar yoki mazhablarda shart deb qaraydigan taraf bor. Namozning oldin tepilish kerak bo'lgan sharti yoki farzlar deb, yo'da sitta farad shart degan bo'lmaydi. Shart bilan farz deb qolsak, buning sal farqi bor. Nima shu degan chog'da shart degan ma yalzamu min adamihi al-adam va la yalzamu min wujudihi wujudun va la adam. Hozir hadisni akilishi xuddi mishada shart demakchidak. Mana taat olmasang namozing qabul bo'lmaydi dedi. Ya'ni taat shart degan ma'no bor. Lekin oyat kelgan buyruq qildi-chu, ju dedi. Al-amru lil-wujub. Farzligini bildirdi, lekin shartligini bildirmaydi. Hozir mana ataat akilishda oyatni qo'yib boshqa hadisni qo'yib mushriat, ojiz rivoyatni akilishda shartlik mazmuni bor demakchi balki. Degan tahur, ya'ni al-ma'u tahir va anzalna minas samai ma'an tahura. Ana musha hadis hozir hatta yada at-tahura mawadi'ahu degan mush hadis. Ajizroq. Mush lafz bilan ajizroq, lekin mazmun-chu sahih. Masalan, Buxoriy rivoyat qilgan sahih bir hadis bor. An Abi Hurayrata an an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qala: "La yaqbalullohu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Men o'xshashqoni. Ammasa namoz qabul bo'lmaydi dedi. Ma kitobda kelgani aziz rivoyat, uning o'rniga Sahih Buxoriyda sahih bor. Yana Sahih Muslimda la yaqbalullohu salatan bighayri tuhurin va la sadaqatan min ghululin. Bu o'xshash mazmunni ifodalaydi. Tarat bo'lmasa namozni qabul qilmaydi. Va annahu yujibu at-taharata min an-najasati al-hukmiyya. Bu hukmiy najosatdan taratilish kerakligini ko'rsatadi. Masalan, badanda hech qanday najosat yo'q, pokiz, lekin tarat yo'q odam. Tarat olmasa
namoz olmaydi degan ekan, najasal hukmi yoki janobat masalasi g'usl qilishni ko'rsatdi. Nima ekan? Bu hozir najasal hukmiyadan pokizlanish, ya'ni tahorat ilishning kerakligini ko'rsatdi dedi. Va qawluhu sallallohu alayhi vasallam ighsili anki ad-dama wa salli. Hazrat Aisha radhiyallohu anha, masalan Fatima bint Abi Hubaysh radhiyallohu anha bular hayz ko'rib buni qanday tozalash, hayzdan keyin qanday namoz o'qish to'g'riliq so'rgan chog'da hayzdan saqaygandan keyin kiyimingizdagi qon bo'lsa uni yuyinib uni namoz o'qishda ko'rsatgan. Bu sayyidis. Hali qonni yuyiting deysizmi? Qonni yuyiting degan haqiqiy najosat bo'lsa shuni tozalash lozim deganni bildirdi. Bu hadis mana yujibu taharata anin najasatil haqiqiyya. Bundan boshqa yana masalan mazi to'g'riliq so'g'an hadislar ig'sil madakirak dedi. Yana manidin tozalash masalasida Hazrat Aisha nimada kuntu aghsil janabata min thawb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasulullohning kiyimidan janobatning asrini men yutdim. Mani bo'lishi mumkin, maniga o'xshagan narsalar kiyimga yuqib qolgan taqdirda men shunday yuyib tozalaydim dedi. Yana bir rivoyatda izning qanini tozalashda fal tuqrishu thumma litandahu bil ma'i thumma litusalli. Baş tatılab yoki chiqirib qurib qolgan bo'lsa, ulab suv bilan yuvib, ondan shu kiyimda namoz o'qisin dedi. Mushularning hammasi haqiqiy najosatni tozalashning vojibligini ko'rsatdi. Yana bir rivoyatda huttihi, thumma qrasihi bil ma'i thumma dahihi dedi. Va amma taharatu thawbi, ya'ni kiyimning pokiz bo'lishiga kelsak, bunun dalili yani kiyimni pokizlash mishal farz. Dalil nima? Qawluhu ta'ala va thiyabaka fatahhir. Va thiyabaka fatahhir. Bu aslida salaflarning tafsirida qalbingni, ichki dunyoyingni barliq illatlardan tozala degan ma'noda keldi. Va thiyabaka fatahhir. Thiyab degan so'z zahiriy ma'nosi kiyim-kechakni bildirsa, arab tilida yana ichki dunyoyini ko'rsatadi. Mesela adet deyimizde mi Uygurçudu mu? Bu adam bunda şaltık yok adam. Manevi şaltık yok demek. Bedendeki şaltık olmaz. Başka mesela bir hıyanet kıldıran, pulmal, yivagan, oğulluk kıygan, çatak kalmağa adam demek için. Şuna okşaş ve ayetinin asli siyahı karısanlar Ya eyyüel muddessir kum feenzir ve rabbeke fekebbir ve thiyabeke fatahhir ve rüzze fehcur. Demek aşında şirk, aşında vakızamın taşla. Bizde işki dünyanın şirk ve aşının oşu her xil illetlerden tazlaşını gösterdi. Yani bu kinaya an tathir nefs amma tudammu deymiz. Selafının tefsiri şu. Esasen selafı şunda tefsiri kılan. Kiyininde ve fiyat diyemiz zahiri manasını battığı kiyim-kechakka dalil qilib ekelgan. Yana bir ehtimolliqi bu oyatning va thiyabaka fatahhir degan sen jismingni pak tut degan ma'noda bo'ldi. Ichki dunyo emas, jismingni xuddi masalan sen iffat bo'l degandek. Zina qilmay, jismoniy tarafdan da gunoh ishini qilmay pokiz bo'l deganni ko'rsatdi. Unda olgan bu 3 ehtimollik bor. Ichki dunyo qalbini poklash, jismoniy tarafdan badanni unda bir axloqiy chataq zina unda ishni qilmaslik, bu unda shu birinchi tafsirga yaqin. Uchinchisi shu tashqari kelgan kiyim-kechak. Bu anda ojizroq istiqlol, haqiqiy ma'nosini gapirish ojiz bu yerda. Hatta masalan ba'zi ulamolar bu kiyim-kechakni pokiz bo'lishini shart deb qaraydi. Shart deb qaragan taqdirda bu oyat shartni ko'rsatmaydi. Kiyim-kechak deb turgan va tiyabaka fatahir tazishing vojib ya farz dedi. Shunami? Shart degan mazmun chiqmaydi. Ma kitobda farz shart degan qilmada bunga uyg'un keldi. Bu yerda dalolat ojiz. Chunki salaflarning ko'pinchisi ma'naviy dunyosini pokizlash deb tafsir qilgan. Bu kinoyani va tiyabaka fatah. Masalan, fulanun tahirut thawb, pok odam bu. Dasat qilib qilmaydigan, xalqning haqqini yeyolmaydigan, zina fahish qilmaydigan pokiz odam degan ma'noda keldi. Arab tildimi? Shunda bor. Haqiqiy ma'noda ishlatilgan bo'ldi shuni. Yani bu taharat tavhidni ba'zi ulamolar sunnat deb qaraydi g'aliba. Imom Malik deymiz. O'zi bilib turib nima qilishda hukmi sunnat.
unutib qolgan ahvolda mayli bo'lib ketadi. Bilib turgan ahvolda farz deganda qarasi bor Imom Malikning mazhabidan. Imom Shavkani vojib deb qaraydi. Ba'zi ulamolar shart deb qaraydi. Lekin shartga dalil ojiz bundan. Agar shart deb qolsa qanday bo'ldi? Shart deb qolsa maynet kiyim bilan o'qigan taqdirda namozni qayta o'qishing kerak. Namoz ummidi deyinga. Agar vojib deb qolsaqchi, sen namoz o'qisam-da gunoh bilan, ya'ni bir vojibni ado qilmay namoz o'qisam, vojibni ado qilmaganlikdan gunohkor bo'lding, namozni o'qiganlik namozing hisob bo'ldi, gunoh bilan namoz saqit bo'ldi deyish mumkin. Imom Malikning sunnatligini shu vaqtida namozni vaqtida o'qidi, namoz vaqti ketmagan taqdirda qayta o'qitsa degan gapni qildi. Namozning vaqti chiqib qolsa bo'ldi ketdi. Hamda tahorat tavqqa hadisdan dalil bor. Mesela oyat hozir dalolat ehtimollik dedi-ku, tahorat tavq kiyimni pokizlashning vojibligi, zarurligiga boshqa hadisdan dalillar bor. Mesela Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qishqiga bir kishi bola siyib qo'yibdi, juyatdi-ku. Yani bir hadisda teha imishdan to'xtamagan, emchakda ayrilmagan bu vaqtdan qiz bola siyib qo'ysa, yuyish lozim. O'g'il bu vaqt siyib qo'ysa, unda ustini sutga chaqvasak bo'ldi degan savol. Mushumi dalil bo'ladi. Bundan boshqa biz bayatdan rivoyat qilgan shu kiyimdan qonni juyita, shu kiyim namoz o'qiysangiz bo'ldi, juyatgandan keyin degan hadislar shumi dalil. Va amma al-makan namoz o'qigan o'rinning pokizligi kelsak, fali qawlihi ta'ala an tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a' as-sujud. İsmail alayhissalom, İbrahim alayhissalomga baytimni tavof qiluvchilar, e'tikof tutuvchilar va namoz o'quvchilarga pokizlanglar deb Alloh taolo buyurgan. Yana hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidda sahobalar bilan turganchalik bir arabiy kelib masjidga sigildi. Nima? Sahoba kiramlar deb to'sini deb Rasululloh to'xtanglar, oyatini tuytvasin deb Tüketkendan keyin birchilik shu tugasan bo'ldi deb masalani hal qildi. Shu masjidningki ziminitdi. Shuni bir chilak suv tugash orqali bu at-tathir bil mug'alaba pokizlagan bo'ldi. Shunda namoz o'qigan joyni pokizlash kerakligini ko'rsatdi. Endi va amma satrul awra, avratni yo'gash lozim dedi. Avra degan so'z ayiblik, kemtiklik ya qabihlikni ko'rsatgan so'z. Ma'nosi. Yani min al-awra, awr degan ya an-naqs yoki al-ayb yoki al-qubh. Endi avratni yo'gash barliq olimlarning ijmosi bilan vojib. Qur'on Karimda va idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul innalloha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ve idâ fa'alu fâhişeten, bir fâhişe qilib qolsa, bizni Alloh taolomda buyurib tutgan, ota-bovlarimizda qilib ketgan deydi deb mushriklarni aybladi Alloh taolo. Bu mushriklar qanday qildi? Mush fâhişening iboratda Baytullohni yalang'och tavof qilishadi. Kanu yatufuna uratan. Ba'zi rivoyatlarda erlar kunduzda tavof qilsa, ayollar kechida tavof qildi. Sirtin kelganlarga tonishlari ya birasi o'zligidan tonimusimi Qurayshlikdan bir kiyim berib tursa, kiyimni kiyibni qildi. Bo'lmasa, unda kiyim topolmaganlar tug'ilma tavof qildi. Demak, mushu oyatda fahisha deb atig'ini shu yalang'och tavof qilganni ko'rsatgan bo'lish kerak. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir sahoba so'rgan vaqtida avratuna ma nati minha va man nazar, ya'ni avratlarimizdan qasiyani ko'rsatimiz, kimga ko'rsatimiz, kim ko'rsatmaymiz degan chog'da Rasululloh ihfaz avratak illa an zawjika va ma malakat yaminuk degan. O'rtangni juftingdan yurgimay, didikingni yurmay, boshqalardan o'gishing lozim dedi. Yoki masalan, har kishi so'g'an ekan, ayoling bo'lsin, yoki didak bo'lsin, shu ikkalangilar o'rtangni assan bo'ldi, boshqalardan o'rtangni o'gishing lozim dedi. Bunu öğretmen yogashning vojibligini ko'rsatdi. Yani kichik bolalarni o'rgatish, 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh, 6 yosh bolalarni. Öğretmen yo'qmi?
Avratni o'rgatdik, lekin avratning cheksizlikdan ayirmaymiz. Lekin endi kichik bolalarning avrati usti to'xtalmaydi kitobda. Maktab to'xtalmagandi balki, ba'zi kitoblar to'xtaldi masalan. Ulamoning degani 4 yosh qadar kichik bolaning avrati shu oldaqi shu ikki avrat, avrat mug'allazi shu ikkisilam avrat hisobida. Ya'ni bu hozir kichik bolalar mukallaf bo'lmasa-mu, uning ota-onasi mukallaf emasmi? Ota-onasi masalan yo'g'ab qo'yash, kiyindirib qo'yash, o'chib qo'ymaslik, ma tarafdan ayda bir taklif bor demoqchi. Kichik bola bo'lsa-mu, uni o'chib ko'zib qo'ymay yo'gash kerak degandek bir mazmun bor. Ham 4 yoshdan keyin shunda cho'ng'aygan sira bu oldagi ishkeratning nimasi asla dars kengayib, uning atrofi, sal jiqroq yani yo'gash kerak bo'ldi. Bu bir tarafdan ham da avrat demisimi kichik bolalarni odatlantirish, tarbiyalash tarafdan ota-onalar buyurilgan bo'lishi mumkin. Xuddalika muru avladakum bis-salati li-sab'in vadribuhum 'alayha li-'ashrin dedimi? Mesela namoz vojib emas u chog'da. 7 yoshda vojib emas namoz. Lekin shu chog'dan tortib namozni uyutib, kundirib, ahkomini o'zlashtirish uchun cho'nglarga buyruq qilyapti. Cho'nglar buyurilgan. Uni sigan chog'da albatta uni kirsin yoki unda ilgari balog'atga yetsin. Masalan 9 yoshda balog'at qilgan bo'lsa qizlar yoki o'g'illar necha balog'at yetganlar o'rgatni o'rgash farz bo'ldi. Uning qadar ham shunda odatlantirish, ayollik cho'ng qilish, yuzdan cho'nglar ularni kiyindirish lozim. Hamda avratni o'rgashning dalili qavluhu ta'ala ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid. Ey odam bolalari, yani xitob hozir musulmonlar olsun, kafirlar olsun hammasi chiqadi. Al-mushrikin val mu'minin. Bani adam yani ki adam bolalari bo'l shu mushriklarmi? Nima uchun desan, mushriklar shuni yalang'och tovuq tutdi. Navli hozir xitob musulmonlarga avratni o'rganlar, ey mushriklar, sizlarmi yalang'och tovuq qilmanglar degan ma'no. Garchi ular qabul qilsin qilmasin, Alloh taolo buyurdi. Shuni Qur'on karimda ya ayyuhan nas, ya bani adam deganda xitobli bo'lsa, bu musulmonlar xos emas, butun insonlar xos. Qala a'immatut tafsir mufassirlar dedi, huwa ma yuaril awra. Zinatakum degan, xudu zinatakum degan mishada avratni yo'gaydigan narsani deymiz. Avratni yo'gaydigan kiyim demakchi. Lekin mushu oyatninki mushu iborasidan zinatakum degan so'zdan avratni yo'gashdan sirt yana bir ortiqroq bir yasinish ma'nosi bor. Chunki biz avratni yo'gayganlar deb qo'ymadi. Usturu avratikum degan gap yo'q. Xudu zinatakum dedi. Undan keyin biz mesela odatda mushu darsi kelsak yoki talala tutsak avratni yo'gab boshqa avrat emas qo'y, nimblabdi shariatda chekmagan deb chiqmaymiz-ku. Adamgarchilikda ko'rishishgan, to'liq kiyinib, ba'zi yerda mesela do'p kiymasa qabul qilish mumkin, mesela o'lamaytimi o barishda masalan. Demak, loyiq to'liqroq bir yasinib kiyinishni ko'rsatdi bu. Shuni zina degan so'zni ishlatishdimi alohida bir ishlatgan so'z. Val mustahabbu an yusalliya fi thalathat athwab. Mustahab bo'lgani 3 parcha kiyimda namoz o'qish. Zinatakum deganni avratni o'rgashdan ortiq mazmun bor demoqchimishadi. Avratni o'rgashning o'zi vojib, uning ustiga zinatni sunnat, mustahab demoqchi. 3 parcha kiyimda namoz o'qish yaxshi. Qamisin ko'nglak chapanmi bo'ldi masalan. Va izar belning ostiga yo'gaydigan yo'pki deylar buni. Bu mesela Yemenlik, Malaysiya, Indoneziyaliklar belning ostiga bir parcha raqni shundan yo'g bo'ldi. Mesela ehram bağlagandimi, ajilar belning ostiga bir yo'g bo'ldi bir parcha raqni. Shuni izar deymiz. Ishdan demaymiz. Qamis va izar va imama va sallama. Sallama to'liq zinnatlanishning bir qismi demakchi. Shuni Hanifiy mazhabda yalang'ochda namoz o'qisa makruh deydi. Mush xudu zinatakum inda kulli masjid degan oyatda zinat degan bo'g'achqa bu to'liq zinnatlanish, ya'ni arablarning odatida, musulmonlarning odatida besh narsa kiyish to'liq zinnat dairasiga kirdi. Bizdan shunga yaqin qadar bu boshda bunda yurish yo'qdi. Bir narsa kiydi. Shapka kiyishimiz bir narsa kiydi. Shapka kiyganda masjidga shunda xaritib hammada mana shunda o'qiydi.
Yaqin qadar. Sarı shepka olsun, boshqa shepka olsun. Shepkaymi yo'q dop ketdi. Lekin boshda unda hozirgidek unda uzun chachlar, chachma qo'ymaydi da. Unda yuradigan ish yo'qdi. Musulmonning odatida, masalan, arabning odatida deb aytsa, hani sallogash ba, beshi bilan kesh bo'lganidan bu bir zinnat. Hozir bizda o'lim patisga boshda borib qolsa qapulaydi. Walau salla fi thawbin wahidin yatawashshahu bihi jaza. Bir parcha rah bilan soat bo'lib, bo'yindan chigilib namoz o'qisa bo'ldi. Masalan, munchidan chiqqan odam, ya suzish ko'ldan chiqqan odam bir longan sulardan yo'g'oldi-ku, shunga o'xshash. Hech qanday kiyim yo'q ekan, bir parcha rah ekan, bir parcha rahni biz shunda qahram bog'landek yo'g'ab meyadan va chigib olgandek atib olamiz. Yatavashshahu degan ustiga atib olgan, esib olgan degan ma'noda. Vishah degan asli bo'yalliq. Asligan narsani vishah deymiz. Çünkü muvashshahat deymiz-ku, she'riyatda muvashshah vazni bor. Bu Andalusga olimlar ijod qilgan bir vazn, bir bahr, bir xil qo'shaq vazndak vazn, muvashshahat. Qala sallallohu alayhi vasallam: "Awa kullukum yajidu thawbayn?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir parcha raqtlar mana namoz o'qisa bo'lamdi deb so'ragan chaqda, bo'ludi, hammalarning ikki parcha kiyimi yo'q. Çünkü şu çağda sahabe kiramlar nayet qattiq turmuş yaşagan. Bir parça raqtni yo'q oldigan. Hatta odat kiyayotgan kiyim shu bir parcha kiyimi bor. Ba'zan ikki parcha kiyim bor. Bak hamda azoda bo'lganlari uyda ya ishida kiydigan bir kiyim, juma kuni kiydigan ya adamiga kiydigan bir parcha kiyim shunda bo'ldi. Danken ammoda ikki parcha kiyim bormi? Bir parcha kiyim bo'lsa, shu namoz o'qisa bo'ldi dedi. Lekin shu namoz o'qigan taqdirda bir parcha kiyimni bilan asıqlam, shu avrat o'rnidan bilan bilan asıqmada uygonmay. Ma üst tarafini bunda ya bo'yindan yerdan chigib bir qo'ltiqdan chiqarib, sol mo'risga atib, yerdan chigib, yoki yerdan bunda chigib olib, tushib ketmaydigan shaklda bunda atidi demak. Chekmiz shu, chekmiz sajda qilib, ruku qilib, shunda bir qo'pqancha shartda tushib ketishi mumkin. Shunga chigib olish nimasi kelgan? دوما سيد اسمنا أو كلكم يجد ثوبين حين سئل عن الصلاة في ثوب واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بربات كيمدا نماز kılamdı degende ثوب degan Arabçada rah degan ma'noni qildi. Tikilib bo'lgan kiyim degan ma'noni qildi. Bir parcha shunda bir rah bo'lsa, lungidek masalan, dalam ehramliqdek narsa bo'lsa, shunda ham o'g'ilib bilan namoz o'qiydi. Ya bir parcha kiyimga bir ton kelgan masalan. Ton bo'lsa, kiyib bilan boshqa ishida unda asılmayka, kursa degan narsa yo'q. Dalam okusun buldu demek. Aldı itilmeye kanışta ya bir tonda gelmesen işte rahatlık olmasa. Aldı itilmese sigaret esilip kalmayacağın şekilde azamını tekrarlayalım. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم bizga imom bo'lib namoz o'qib bergan. Bir parcha raqqa o'rinib, uchini chigib olgan holatda deydi. Bu hadisning hukmiga qarasanglar astiga ojiz deydi. Shunami? Va bizning kitobda ojiz deb qo'yibdi. Lekin Buxoriyda bor. Bizning kitobning tahqiqida ojiz deb qo'ygan. Amaliyotda Buxoriyda bor. Muslimda bor. Mutawashshihan multahifan mushtamilan degan ibora bilan kelgan. Aynan. منا قالت أم هاني رضي الله عنها التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقه. وعن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. سيد البخاري رواية ولا يجوز للمرأة إلا أن تستر بالثوب الواحد رأسها وجميع بدنها. إذا أيالك شو لبقاسا بشينه وباشقى bütün bedenine yo'gishi lozim deydi. Albatta butun badani deganda mishada qo'l big'ish qadar yuzi buning sirti bo'lishi kerak. Ya'ni mazhabning qarashi bo'yicha. Butun yo'gish kerak. Ya'ni mazhab zohir rivoyatda butun yo'gish kerak. Butun kerak shu. Butun yo'gish kerak demakchi. Lekin yuzi bilan qo'l big'ish qadar yo'gimish bo'ldi deydi mazhabda. Wa yukrahu an yusalliya fi as-sarawil wahdah. İştallam kiyip ya tamballam kiyip namaz okusa makruh oldu. Yani şu işten kelgan taqdirda avrat yo'g'ildi hozir. Lekin kindikning yuqorisi uchuq. Masalan, asmay kiyib o'qiydigan. Bu makruh demakchi.
لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. Boynuga chiqqanda kiyimni atmay turib, ustiga bir narsa kiymay turib, namoz o'qishdan to'sqan. Hadis bo'lsa, bu sayyidiz. To'sqan bo'lgachqa bu makruh bo'ladi dedi. قال أبو حنيفة رضي الله عنه الصلاة في السراويل يشبه فعل أهل الجفاء. İştendiler namaz okuyan. Başına keymay bir parça şim kiyiplam yoki tambal kiyiplam shundilar namoz o'qish, ustiga bir narsa kiymaslik bu ko'ngli qara nodon kishilarning ishiga o'xshab qoladi. Yani ahl jafa degan jirik yoki ko'ngli qara yoki nodon yoki to'mpay degan bo'ldi. Yani ko'ngli qaralik demakchi bu. Va fi thawbi yattashihu bihi ab'adu min al-jafa. Yani ustiga bir kiyimni kiyib bunda chigib olsa, yani ustiga bir kiyimni atib olsa, yepinib olsa deylar, ko'ngli qaralikdan ijroq bo'ldi. Edep bo'lgan bo'ldi. Va fi qamisin va ridain adatun nas. Yani kishilarning odati nima esa, odati normal ahvol bir qur kiyim bilan namoz o'qish. Qamisin va rida. Laysa ala atiqihi minhu shay. Ustiga bir narsa yepinmaydi demakchi. Yepinsa, bunda yepinsa, kiyim bo'lsa, bu tugmasilar aytadi. Kiyim bo'lmay, bir parcha raq olgan bo'lsa, buni yerdan chigib oladi. Şuna Abu Hanife rahmetullahi aleyh namaz okuyan çağda, masjidga chiqqan çağda, çoğun bir halif bilan kurashga chiqqandek yasınıp, to'liq kiyinib, atirilni chechib chiqdi. Alloh taolaning huzuriga berib turdilar shu o'g'an ekan. Ehramlik odatda bir mo'risini bunda uçup qo'ymay, biz tarafına, ham yerda bunda yo'lga bebinib turib, ya chigib oldi yoki obdan tushib ketmaydigan qilib qistirib oldi. Lekin o odatda tavob qilgan chaqda, shu tavobda biz ildam namozga shu chaqda bunda muskulni chiqarib, kishni ko'rsatib, tez jalliq mang'an qoida bor. Ramal deymiz buni. Ramal. Hani shu chaqdan kiyimni qadaqlamas, ihramni o'ng mo'rimizni chiqaramiz. Bu mushriklar, musulmonlar umri kelgan vaqtida bu Madinaga berib, Madinaning demi qavasida tinlar ojizlab ketdi. Bularimiz kesal bunda keladi degan chaqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu chaqda kelgan musulmonni o'ng mo'ralni ichitib, muskulni roz ko'rsatib, jalliq ildam minib, shuni ko'rsatinglar. Ojiz ko'raqan musulmon deb buyurgan. Shuni bular bir tarafdagi tog' tarafda o'tag'achqa ma taraf kelgan chaq shu mushriklar ba taraf kelgan chaqda tez minib jalliq ko'rsa. A tarafda undan o'qma. Mushrik arliq, ya'ni Rumaynil Yamaniyin. Hajrul Aswad bilan ilgirki bo'jak ishga arliqi bilan tez ildam mashqa. Shu chaqda ihrom bo'lgan kishi bo'lib qolsa, va o'ng'ilni buni al-ittiba' deymiz. Lekin uningdan boshqa hozir arpat bo'ldi, minal bo'ldi, masjidlarni boshqa o'tgan chaqda namoz o'qimoqchi bo'lsa, davomli qo'lini ishib qo'ysa makruh bo'ladi. Buni yo'gaymiz. Yo'gaymayadin chigib olamdiq. Ya bunda ikki tarafini tushirib, yo'gab, ustiga kemar taqolamdi, bundan aniqlan. Qala wa awratur rajuli ma tahta surratihi ila tahti rukbatihi. Erkishning avratining adinagicha desa, kindik avrat emas, kindikning o'zi avrat emas. Kindikning to'nidan boshlab tizning tugagan joyi qadar dedi. Kindik emas. Shu ma tahta surrati dedi. Ila rukbati degan gap emas. Kindikining to'nidan tortib, kindik o'zi avrat emas. Shafiy mazhabda kindik avrat, tiz avrat emas deyish mumkin. Hanafiy mazhabda tiz avrat, kindik avrat emas deyish mumkin. Uzun kiyimni ko'rsatadi. Uzun ko'ylak var mı? Shuni ko'rsatadi. Yoki qisqa ko'ylak. Aslida izlari yo'g'an bo'lsa, ko'ylak. Ya bir chapan bo'lsa-mu, qamisi o'rnida. Ya'ni uchiga kiydigan. Ila tahti rukbatihi. Sizning shu tugagan joyi qadar, tikki qadar dedi. Bundan hozir erkishning avrati, oldagi avratikida ittifoq ham ma'lum. Olda ig'ir avrat avo. Ay g'aliza. Ashuni avratikida ittifoq, hech qanday ixtilof yo'q. Endi ixtilof hozir kindikda bo'lishi mumkin, tizda bo'lishi mumkin, yutida. Shu uch narsada ixtilof bo'ldi.
Yani kindik desek, bazı ulamalar kindik avrat deydi, bazısı demaydi. Bu ketdi. Yutuq kelsak, qıtlab bo'ldi. Mesela İmam Ahmad bir rivayette ve Davud-u Zahiri, İbn Hazm Zahiri bular yuta öğretemez degan qarash. Başqalar yuta öğret deganni tutdi. Endi hozir tantarbiya qildiganlar, to'p o'ynaydiganlar yutini o'chib qo'ydigan hol bor-ku. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam awratur rajuli ma duna surratihi hatta yujawiza rukbatahu. Bu hadis aciz ekan. Hadis aciz. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem er-rukbe minel avra. Bu hadis mi aciz? Ve li'enne rukbete multaka azm-ı sâqi vel-fekhidi. Hem de ya da sizin özü. Sizden onun için silek bir alqanda tutsilek bir sonra qo'ygo sizin. Shuni o'zi öğretmez mı? Desa öğret deb qaddan bilmez. Hadis acizmi? Aciz. Yani biz o'zining acizligini bildi. Deb bana onunla aqli dalildan birni ehtiyati dalildan bizni akab qo'ydi shuni. Yandashtirib. Deydi bu rukba azar yutulan putninki tutashgan joyi. Ha? Tutashgan so'ng shu. Shunga bu putqta olsa avrademas bo'ldi, yutuq tava olsa avrat bo'ldi. Ikkini o'ttirdi qolgan ekan, biz ehtiyotdan agar avrat bo'lib qolsa biz isib tashlagan bo'lmaydi deb yutuğa tava qilib avrat deb qardik. Endi ba'zi olimlar bu avrat emas deb qardi yutini. Shu avratning ya gazi avratmi, avrat emasmi? Başım bir aydınlaştırıyoruz. Bazı alimler avrat dedi, bazı avrat emas dedi. Hani bu delilleri bir qarab bakaylar. Çünkü biz delilge ayakçımız emasmi? Delilge bir qarab bakaylar. Miyada kitapta bayan qilgan delillar aciz delillar. Avratur rajul maduna surati hatta yujawiz rukbat agar bu seylab qolsa bo'ldi bu talashtar kesib tutdi bu. So'ng aciz bo'lgach kesamidi? Endi boshqa dalillar qarab bakaylar. Avrat emas deganlar nima dalil qildi? Enes radhiyallohu anhu'ning Buxoriyda kelgan hasaran nabiy sallallohu alayhi vasallam an fakhidihi degan rivoyatga. Yani bu rivoyatni Imom Buxoriy tafsilini bayon qilgan. Mushu kitobning oxirgi betda mushu hadisni kelgan. 150-betning asliga zaten 2-abzasi qarasanglar va yu'aridu zalika hadis Anas ajra nabiyulloh sallallohu alayhi vasallam fi ziqaq Khaybar ve inna rukbatayya la tamassu rukbatahu ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه ده bunda rivoyat qildi. Hazrat Anas Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xaybarga chiqqan chaqda ba'zi rivoyatda ot mindi degan rivoyat bor. Ba'zi rivoyatda eshak minib chiqdi degan rivoyat bor. Eshak mingan bo'lsa Rasulullohning shajoatining bo'lsa, eshakni qochib bo'lmaydi-ku. Kechir minganga o'xshash. Ot mindi degan rivoyat bor. Balki chiqishda ot minib urushmoqchi bo'lgan chaqda eshak mingan bo'lishi mumkin. Atni chaptuğa vaqtida Hazrat Anas Abu Talhaning oqiga mingishib olgan. Abu Talhaning o'gay bo'lsa-mi? Ha. Mingishib olgan ekan, Rasululloh bilan birga mangan. Endi mangan chaqda bu yaqin mangan ekan, ma uloqqa mingan Anasning tizi, ma uloqqa mingan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tiziga tegib mangan. Meyadi bir summa hasara al-izara an fakhidhi deydi. Ondan Rasululloh izlari yo'g'on ekan, ot mingan chaqda bunda tikalib turgan ekan, va yutisini ochdi deydi. Anas radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutisini ochdi deb ibora surdi. Yani ikkinchi dalil shu batda bayon qildi. Asli qarasanglar 3-abzasqa va ana Aisha qalat jalasa nabiy sallallohu alayhi vasallam kashifan an fakhidayhi aw saqayhi fasta'dana Abu Bakr fa adina lahu fa dakhala wa huwa ala tilka al-hala. Hazrat Aisha rivoyat qilgan Sahih Muslimdagi rivoyat. Bunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zida yeni yotganda o'chada Rasulullohning yotisi o'chiqdi deydi. Abu Bakr kiribdi. Hech qanday ish qilmaylam, yotisini yo'gayman deb shapashtirmaylam, kurashib yurdi. Ömer kiribdi, yana shunday holatda kurashdi. Osman kirgan vaqtda g'achchida yotisini yo'goldi. Yo'g'on ekan, keyin Hazrat Aisha buning sababini so'ragan chaqda Abu Bakr kiribdi, yo'g'illa, Umar kiribdi, yo'g'illa, Osman kirgan chaqda yo'g'ollo degan ekan, bir rivoyatda Hazrat Osmanni bu nayt hayoliq kishi edi. Yo'tam o'chiq holat kirsa, aya qilib so'ramoqchi bo'lgan savolni, ya demoqchi bo'lgan gapini qilolmay, yana asta ta'tinib tikib qilishidan nim qilib yo'g'oldim degan. Yana bir rivoyatda farishtalar aya qilgan kishidan men aya qilmandim degan.
Bunda kelganimda. Marvayatda an fakhidayhi aw saqayhi deb keldi. Diqqat qilsanglar hozir shakkun min ar-rawi deymiz. Sahaba hozir fakhidayhi aw saqayhi dedi. Agar saqay bo'lsa, bunga hech qanday dalil yo'q. Yo'tining avrat emasdi, avrat degan hech qanday yo'q. Fakhidayhi degan to'g'rilab qolsa, bu chog'da undan avrat emas degan chiqdi. Anda yana bir dalil uning ostidagi mana. Va akhrajal Buxoriy an Abi Musa fi qissatul quff. Quff degan quduq. Quduq. Quduq vaqalikin bu iborat Hazrat Abu Musa radhiyallohu anhu bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan bir xizmatini qilib qo'g'day. Rasulullohning o'zimiz qo'g'dab turgan vaqtlar. Rasulullohning xizmatida bir qo'g'day muhabbet qilay deb qana nada deb izlasa bir Bag'dod deganki shu boqqa borgan. Biri Rasulullohning xizmatini qilib tursa bog'ning ishga taqab qo'ygan. Ondan keyin biraylar menga kiray deb ijozat so'radi. Ondan keyin kim ekan deganda Abu Bakr ekan. Abu Bakr ekan degandan keyin ijozat qil uningga va jannat bilan bishorat bergan dedi. Kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu quduqqa yoki buloq yoki quduqda shu putini chilab o'ttirgan. Shu putini chilab o'tirib ekan. Shundan Abu Bakr kirib, o'ng tarafida o'tadi. Yana bir ishqiqda kim ekan Umar ekan debdi. İcazet vergen ve cennetullah'ın bisharat vergen ama azraq aziyat tatidi şehit öldürüldü emasmi? Degandan Umar kirib Rasulullah'ның sol tarafida tutunchilab o'tadi. Şeylan qata o'tadimi? 3-qatdan ishqiqda kim ekan Osman dedi. Sonatda uning ijozat vergen, cennetullah'ın bisharat vergen, o jiq raqani 5ni kechirdi yoki jiq bir musibatga uchraydi deganda. Hazrat Osman kirgan chaqda şeylan qata o'tganligi o quduq ya nima kichik bo'lgandan şeylan bir qurda o'tiribdi, ya o'tirgan ya yo'q. Udilib berib o'tirgan, yuzma-yuz o'tirgan. Qaylishib o'tirganga o'tadi, ammo tutunchilab o'tdi. Shu chaqdagi voqealikni rivoyat qilgan hadisda va fihi qad inkashafa an rukbatayhi. Mana tizni eshib qo'yib o'tirgan, suvchilab o'tirgan chaqda tizni o'chibdi demakchi. İnkashafa an rukbatihi yoki aw rukbatayhi degan ibora kelgan. Mushu dalillar yo'ta avrat emas deganlarning dalili. İmam Ahmadning Hanbali mazhabining bir rivoyatida Zahiri mazhab. Hozirda Saudiya Arabiston ulamolari mush qarashini tutdi. Yo'ta avrat emas. Yani ba'zilar deylar, hammasi bo'lmas. Ba'zilar, masalan Shayx Usaymindak shayxlar yo'ta avrat emas degan qarashini tutishi mumkin. Zahirining qarashi va Imom Ahmad mazhabida bir rivoyat. Hamda bu yo'ta avrat deganlar bu hadisga qarta qanday javob berdi? Bu dalil qilib keldi-ku. Bu qarta javobi Hazrat Anasninki u yo'tisini ichib qo'ydi. Achchab turayotganini, chepayotgan chaq degani, bu maqsadli uni qasddan ichib qo'ygan ahvol yo'q. Otni qattiq chap turgan chaqda yoki ot so'kildigan chaqda asta kim yo'tisdan chiqib ketgan ichib qolgan bo'lsin. Maqsad emas. Bu unda bir ahvol. Ondan Hazrat Aisha hadisi Sahih Muslim'deki an faqdayhi aw saqahu diye rivayet var. Şekkun min ar-rawi. İnaqdan yo'q bu yerda ehtimollik bor. Kis deyil bo'lmaydi. Uningdan boshqa quduqning maqaligida rukbatihi dedi. Faqdayhi degan unda gap yo'q unda. Demak sizning dalillaringizdan hammasi ehtimollik keskin bir narsani dalolat qilmaydi. Ham ba'zi bir voqealikda unda diqqatsizlikdan eshib ketib qolgandek ahvollarni ko'rsatdi demoqchi. Yoki bunda javob berish mumkin. Aslida burun yo'ta avrat emasdi. Hazrat Osman esa oyoq uchun yurgin dedi-ku masalan. Aslida yo'ta avrat emasdi. Keyin bir hadis bilan keyingi vaqtlarda avrat qatoriga kirgizilgan. Ya'ni burun hukm mansub bo'lib ketgan demoqchi. Hamda Hanifi mazhabi jumhurninki yo'tining avratligi akagan dalil shu desa, bular Ibn Abbas radhiyallohu anhu va Jarhad Muhammad ibn Jahsh qatorliq shu sahaba kiramlardan kelgan al-faqidu awra degan hadis. Al-faqidu awra ma kitobda uni akamini deyman. يذكر عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش الفقد أورا. Bunu Buxoriy Sayyida muallaq rivoyat qilgan. Sanatsiz.
وقد ذكرت من وصلها في كتاب تغليق التعليق حافظ ابن حجر sözü. Aş kitapta men buni sanad bilan rivoyat qilganini bayon qildim deydi. Ham sanad bilan nada rivoyat qilgansa Ibn Abbosning Imom Ahmad Musnadida, Tirmizi Sunanda rivoyat qilgan bu hasanun bi shawahidihi debdi. Jarhatninkini Abu Dawud rivoyat qilgan, Tirmizi rivoyat qilgan, Imom Ahmad Musnad rivoyat qilgan. Sahih Ibn Hibban rivoyat qilgan. Va huwa hasanun bi shawadi aydan. Wa hadith Muhammad ibn Jahsh akhrajahu Ahmad wa isnaduhu hasan. Nalken bular vaqtga shu al-faqd awra degan hasan darajadagi hadis. Nalken sahih hadisni rivoyat qildi Imom Buxoriy. Mush hasan nima muallaq holat rivoyat qildi. Qilgandan Imom Buxoriyning tarjihi hamda ikkiunda qarab surishtirib hadis Anas asnad va hadis Jarhat ahwat. Imom Buxoriyning tarjihi. Anasning hadisiga munda sanad qarasak sanad jihatdan %100. Sahih, muttasil. Lekin buningni da qarasak dalolat jihatdan bo'shroq. Masalan, mush Anasning rivoyatida al-faqid awra degan bo'lsa, shamol o'tmaydi. Lekin ochab turgan chaqda da o'tsa eshib ketdi, eshib qoldi degan bo'lganki, maqsadsiz eshib qolgan. Atning chepshilan kiyim sal sinib qolgandek bir ahvol bo'ldi degan bo'lg'achqa, bo'sh his qilib Jarhatning hadisi sanajatdan sahih bo'lmay hasan bo'lsa-mu, lekin avu nas hech qanday ehtimollik yo'q. Al-faqidu awra dalalati nas. Bu shu payg'ambarlik Kristin burun Ka'bani bino qilgan, Ka'bani sal aptiyam qo'yib salabdan qilib ketayotgan chaqda Ka'baga qashini to'shib bergan. To'shib bergan chaqda Abbas radhiyallohu anhu voy ukam kiyimingni bo'yningga otib ol, izlarni, bilgiga izlarni mo'rangga qo'yib olgan va tashbak surat muson degan chaqda shunda qo'yay deb kiyimini shunda nima qilishiga bas uch qildida unda o'rab. Shunda ushirib ketgan. Bu chaqda unda oldi avratnimi masab qildi. Rasululloh avratini burun payg'ambarlik Kristin ilgirimi ochqizmagan Alloh taolo. Ben sahabenin nüfusuga oradan açan bir rivayetler, aşırı öğretmenler. Kimni ustidan olgan yana rivayet bor. Aşını hammasi aşında ma'lum bir voqealikni ko'rsatdi. Aşında ehtimolliklar bor aşında. Yani kimning ustidan olganligi degandek ehtimolli bo'lgan ekan. Kimning ustidan bo'lsa, agar avrat bo'lsa, unda boshqa bir shahvat masalasi emas. Ya boshqa bir xato tushunib qolgan, yoki boshqa bir ahvol bo'lmasa, mayli deydigan qarashlar bor. Bundanki bu nas emas yana shu. Yo'ti uchiq qilib, uchiqotin tutgan ahvol yo'q. Tutsin balki kimning ustidan tutgan bo'ladi. Hammasi bir ehtimollik bor shunda. Bundanki mush avrat degan qarash sal ig'ir bosadi. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.